Uzoq kutilgan dostavka keldi. Hozir birgalikda sizlar bilan rastakovka qilamiz. Holyland brendidan Lark A1 petlichkalar. Shunaqa ko'rinishda. Hozir ochamiz. Bu gapirib turganim mikrofonsiz. Endi bu bo'lsa mikrofondagi ovozi qaranglar qanaqa tiniq yozgan. Hech qanaqa shumlar ham yo'q. Yana nastroykasidan o'zingiz qanchalik shumni kamaytirishni nastroyka qilsangiz bo'ladi. Shunaqa chiroyli kesdi. Menda to'g'risini aytsam, ikkita bor. Bundan tashqari ikkita boshqa firmaniki bor, lekin ular bu darajada tiniq chiqarib bermaydi. Ko'pchilik blogerlarda aynan shu Holylandnikini ko'rganim uchun o'zimga shundan xarid qildim. Sizlar ham agarda blogerlikni boshlagan bo'lsangiz yoki qaysidir o'rtog'inglar mana shunaqa qidirib yurgan bo'lsa, yaxshi kачественныйsini обязательно mana shu firmanikini tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Bu videoni shunaqa dugonangizga yuborib qo'ying. Shundan olib ishlatib ko'rsangiz, boshqa firmalarnikini olmaysiz ham, chunki o'zim ishlatganman va foydasini ko'rmaganman. Bu bo'lsa menga вообще zo'r yoqdi.